cheksiz g'ayrat, torga ingan nola, ko'ngil munojoti, soz jaranga kuy zavqi, taxayyul, tafakkur, tasavvur bari maqomda mujassam. Yağmur yoqqanini yaxshi ko'raman. Marg'ilonda yoshligimda hovlida so'rilar bo'lardi. O'sha so'riga chiqib, ustimga ko'rpa yopib yotardim jo'rtaga yomg'ir yoqqanda. Shir ustiga yomg'ir yog'ardi. Keyin oy urishib, rahmatli Xudo rahmat qilsin, oyimlarni olib kirib ketardilar meni. Shamollab qolasan deb. Oyimlarni yoshliklari juda qiyin sharoitda o'tgan. Ular boy oilasida tug'ilganlarda 22-yilda. 20 yil bu eski tizim yo'q bo'lgani, SSR sotsialistik paytlari kelgandan keyin o'zinglar bilasizlar, bu yerda quloqchilik bo'lgan, keyin mana rahmatli bobomni ham hamma narsalarni olib tashlagan. Ular 29-yildami hammasini Toshkentga yuborganlar. Chunki ularni ham quloq qilmasin deb. San'at. San'at bu tubsiz ummon. Mana shu tubsiz ummondan qimmatbaho dur javohirlarni tergan insongina elga manzur bo'ladigan sozanda, xushovoz xonanda, yorqin yulduz, ajoyib ustoz san'atkor bo'ladi. Kalempani eshitib, o'shani yodlab olgandim. Oqaydin kechalar, opaydin kechalar, sumbuli rayhon bulovdi yora yurgan ko'chalar. Ovozlarga mahliyo bo'lgan chog'larimni esladim hozir. 18 ming olam oshubi agar boshimda durov. Mana shu ashulani eshitganimda men o'sha bolaligimda sehrlanib qolganman. Bitta pauza bering bari. Pauza vaqtida bir ozgina qattiqroq deylar. Ashula vaqtida sekin chalinsin. Ne ajab chun sarvinozim 18 yoshimda. Ularning ijrolari shu darajada ustozlar nazoratida bo'lganki, hech qanday bir chekinishsiz mumtozona shakl qanday bo'lsa, mumtozona xususiyat qanday bo'lsa, Berta Davidova xuddi ana shunday ijro etgan. İşte ham, suhbatda ham, albatta siz bor muttasil zavqi. O'zbek mumtoz musiqa san'atida faoliyat olib borgan insonlar barchalari tarix zarvaraqlariga bitilgan. Ularning sadoqatli ijodiy faoliyati
sidqi dildan qilgan xizmati va qalbining sofligi va sadoqatligi ularni aziz va mukarram qilib, doimo elimiz ardog'ida bo'lishlarini nasib etdi. Berta Davidovaning ham xalqimiz tomonidan e'zozlanganligi, ulkan qadr topganligining ham sababi shunda bo'lsa kerak. Bertoyni ko'rdim. Meni shunday ochiq ko'ngil bilan qabul qilib oldiki, bag'riga o'zini sevgan yoki bir tug'ishgan singlisiday qilib turib qabul qilib oldi. Bilmaganimni o'rgatardi. Chunki men maqom aytib yurmaganman-da. Ovozlarni qanday yo'nalish yo'llarini o'rgatib, shu menga maqom taraflama ustozlik qilganlar. Endi bizlarning ustozimiz o'shanda Yunus Rajabiy bo'lgan. O'ng qo'li bir yog'ida Orif Alimaqsimov bo'lsa, bir yog'ida Berta o'tirardi. Bertaning yonida men o'tirardim. Berta opa juda ham baxtli inson bo'lganlar. Ko'ngillarini taskin topgan yeri maqom ansambli. Shu darajada ustozlari ko'pki, bir kunda mashhur bo'lib ketganlar. 42-yil radioga ishga kelgan bo'lsalar, Imomjon Ikromov birinchi tinglaganlarida, mana shuni munojotni shu insonga bersam bo'lar ekan deb o'zlari tarbiyalab 3 oyda olib chiqib radio to'lqinlari orqali bergan kundan boshlab Berta opa o'zbek xalqini haqiqiy bir san'atkori sifatida tilga olina boshlagan. O'zlari ham aytadilar, men bir kunda mashhur bo'lganman. Imomjon Ikromov meni nomimni chiqargan odam o'sha odam bo'lgan. Keyin Alisher Navoiyning so'zini o'shanga solib menga o'rgatdilar. Yunus Rajabiy menga ular ham o'zimizni maqomlardan o'rgatdilar. 6 maqomni yozdirdik Yunus Rajabiy rahbarligida. Berta Davidova tug'ilib o'sgan zamini, vatani, xalqiga doimo sadoqatli, mehr oqibatli, ustozlarga hurmat u uning kasbini e'zozlaganlarga doimo ta'zimda bo'lgan. Berta opaning san'atda qadr topganliklarining sir va sinoatlari ham mana shunda bo'lsa. Rahmat olsun, ustozim yaxshi edilar. Faqatgina ustoz emas, ham ota edilar bizga. Otalik ham qilardilar. Juda ham oliyjanob odam bo'lgan. Bitta munojatni olaylik. Sultonxon Tamburchining munojat degan musiqasi bo'lgan. Shunga Yangiyo'llik Imomjon Ikromov Navoiyning g'azalini kecha kelgundirdir bor, u sarva gulruh kelmadi degan g'azalni qo'ydi. Berta Doidov aytdi birinchi. Men munojatni o'rganib bo'lgandan keyin radioda ashula aytsam, radioning tagiga bir 20 ta 30 ta odamlar yig'ilishardi. Bu kim ekan, hozir chiqadi ko'ramiz deb. Munojat Berta opaning fenomeni bo'lib qoldi-da. Munojat ijro qilishlari Berta opada umuman boshqacha rangda, umuman boshqacha go'zallikda. Bitta o'rtog'im keldi Rossiyadan. U rus, ammo skripach. Shu paytda televizorda oyimlarni konsertini berishdi. U o'tirib eshitib, birdan yig'la boshladi. Rus bo'lmasin. Men aytdim, Slavik, ты что понимаешь, почему плачется? Ты знаешь, это не нужно понимать, это не нужно слова знать. Вот сама мелодия, она так действует. Yig'la bordi. Berta Davidova darhaqiqat o'zbek mumtoz musiqa san'atida betakror faoliyat olib bordilar. Ustozlarning ta'limini olib, ularga ergashib, yonma-yon xizmat qilib, ustozu shogird, hamnafas va jo'ravoz bo'lib, xonandai zamon bo'lib, umr guzaronlik qildilar. Farzandu nabiralar ko'rib, hayot zavqini surdilar. Eng muhimi, yaratganni bergan betakror jozibali ovozi va iste'dodi orqali ustozlar nazarga tushdilar. Ularning tarbiyasi ila xalqimizning maqomxonlik xonishida betakror ijrochisiga aylandi.
asosiy tema bizni uyimizda shu maqom temasi edi. Saqlaman. 45 yil ishladim. Men tug'ilgan joyim radio deyman, televizor deyman. Zabardast oilani farzandi bo'lgan, 13 ta farzand bo'lgan, 13 tadan 12 tasi o'g'il bo'lgan. Bitta qiz mana shu yigitlarning ichida katta bo'lgan, u kishining xarakterlarida ham shunaqa narsa bo'lgan. Ijrolarida ham mana shu zabardastlik o'sha birinchi qadamdayoq sezilgan. O'zimning shaxsiy hayotim bo'lmagan. Berta Davidova o'z ijodida ana shu go'zal fazilatlardan bahramand bo'lib, yetuk san'at namoyandasi sifatida elimizning ardog'iga erishdilar. Berta Davidova xalqimizni qalbidan o'rin olgan. Betakror ovozi va ijrolari bilan elimiz dilidan joy ola olgan hamda doimo ardog'ida bo'la oladigan ustoz san'atkorlarimizdan biri bo'lib qolaveradi. Bertopo ketmadi shu yurtdan. Bu sodiqlikda qarangda. Bertopo maqomdan ketmadi. Yurtni sevdi. Men o'zbek qiziman derdi. Mana shunaqa sadoqatli ayol edi. Buvimlar o'zbek xalqini erkatoyi bo'lganlar. Odamlarni yuragiga, bag'riga muhrlanib qolgan inson. Ki sahnaga chiqib jon bersam men baxtliman deb. O'zbek mumtoz musiqasi buyuk xalqning ma'naviy dunyosi aks etgan ulkan saftu sanolardan iborat. Ularni rostmana bilimdon ustozlardan o'rganib, betakror iste'dodi ila tarannum etib, xalqimiz e'tirofini olish hammaga ham nasib etavermagan. Unda xalqning ma'naviy dunyosi aks etgan bo'lishi, tabiatning sirli sasidan bahramand bo'lgan bo'lishi, xalqimiz qadriyatlardan in'ikos topgan xususiyatlar bilan sug'orilgan bo'lishi va eng muhimi, xalqimiz e'tirofiga sazovor bo'lgan bo'lishi juda muhimdir. Shu bois bu inson haqida xoni shu ijrolari va qoldirgan meroslari xususida turfa ma'lumotlar mujassamlangan. Buyuk insonlar xususida ulardan bir najot topgan har qanday inson albatta o'z munosabatini bildirishga harakat qiladi. Bu hayot tarzidagi oddiy hol. Har bir ma'lumot muallifi o'zining bilim darajasida va munosabati darajasida ma'lumotlardan bayon etadi. Vaholanki Berta Davidova hayotining har onida kim ekanligi, kimlardan saboq olganligi, kimlar unga rosmana ustoz bo'lganliklari, kimlarni darajasida kamolga erishganligi, xalqini unga bo'lgan munosabatlari va eng muhimi, uning ishonchi va unga iqror bo'lishligi borasida qayta o'zini dunyoqarashi va sof fikrlari orqali suhbatlarda yetkazib kelgan. O'zi aytadi, men xalqqa farzandim. Buni o'zi aytib ketgan, o'zlari yozib ketgan. Agar rost mana fidoyini ko'ramdaman desangiz, Berta Davidovaning ijodiga qarasangiz, rost mana fidoyi.
25 yil 30 yilga yaqin opa bilan o'sha maqom dastasida ansamblda ishlash baxtiga muyassar bo'ldim. O'zbek millatining maqom san'atini rivojidagi eng ulug'lardan Komil Ismoilov va Berta Davidov esa biladigan muxlislari, shinavandalari bor desam men adashmagan bo'laman. Shu boisdan Bertopani men o'ylaymanki, bizni shashmaqom san'atini rivojidagi beqiyos ulug'vor ishlarini hatto mana shu akademik Yunus Rajaviydek buyuk ustozimiz ham qo'llab-quvvatlab, e'zozlab Bertaxonning ovozi kontinela ovoz derdilar. Свой замечательный голос она унаследовала, можно сказать, от своей мамы. У ее мамы был замечательный голос. И она унаследовала вот этот вот замечательный голос от нее. Я не понимал, кто Берта Давыдова, что. И чисто по-соседски она просто курировала. Ключи оставляли у тети Берты, как бы ее называли. Она и прикармливала, она и присматривала. И только позже я понял, насколько это популярный человек, известный, носитель культуры, носитель интеллигентности. Men Berta Davidovani o'zim uchun ochdim bu kitobda. Kanadada 300-400 odam yig'ilgan. Hamma kelib so'rashib, Berta opa deb hamma qo'ldaligi boshida olib yurishgan. Keyin ularning oqsoqoli dediki, Bertaxon, mana hamma Kanadada yashayotgan yahudiylarni ko'rdingiz. Shu yerda qoling, sizga uy ham qilib beramiz, joy ham qilib beramiz, mashina ham qilib beramiz, hamma narsani muhayyo qilib, o'g'lingizni ham olib keltiramiz deganda Berta opa dediki, yo'q. O'zbekistonni yaxshi ko'raman. Ukalarim menga qanchalab telefon qilmay, xat yozmay qo'yishdi. Men aytdim, sizlar ketaveringlar, men ketmayman. Yüzlerim aydek yarım kündek çaraldım. Gözlerim misli gülgün diyarda. Şulandı yüzlerim misli gülgün diyarda. Qayerga borsam o'zbek xalqi hurmat bilan qarashadi. To'xtashib, men bilan ko'rishadi. Meni boyligim shu emasmi? Orden bergan paytda ham menga so'z berishdi. O'zbekistonni bir xo'sh tuprog'ini dedim. Men butun dunyoni boyligiga alishmayman. Manam sho'rida bulbul bustandan adashgan man. San'at, sen meni qalbimga cho'ktirmay malol charchagan ruhimga ilhom solursan. Umr ham, bahor ham o'tar ehtimol. Ey san'at, sen faqat dunyoda mangu qolursan. Ustozimiz Berta Davidovani oxiratlari obod bo'lsin.